Buni bilmasang katta xato qilasan. Midjourney bilan rasm sotib pul ishlashning 3 ta real usuli. Hozir aytaman. Birinchi usul Etsy'da sotish. Midjourneyda chiroyli rasm yasaysiz va etsy.comda digital rasm sifatida sotasiz. Bitta rasm 5 dan 20 dollargacha. Minglab odamlar sotib oladi. Ikkinchi usul Freepikda sotish. Freepik.comga kontribyutor bo'lib kirasiz. Har yuklab olingan rasmdan avtomatik pul olasiz. Oyiga 100 dan 500 dollargacha faqat rasmlardan. Uchinchi usul logolar sotish. Kompaniyalar logo uchun 50 dan 300 dollargacha to'laydi. Midjourney 2 daqiqada professional logo yasaydi. Fiverr.comda logo xizmati ochasiz. Bitta logo 50 dan 300 dollar. Oyiga 500 dan 1000 dollargacha. Boshlash uchun midjourney.com atigi 10 dollar oyiga. ChatGPT prompt yozib beradi. Bepul. Bugun boshlang, ertaga kech bo'ladi. Obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosing. Har kuni yangi usullar. AI sirlar kanalida ko'rishguncha.